Dada, erkatoyingiz kanikilda mazza qilib domog'ani keldi. Молодец. Bar mollarga qara. Obat, o'tinam qolmabdi, o'tinam qa. Dada bitta ish bering. Meni 10 ta qo'lim yo'q. Sog'indim, bolam kelaqay deb kirada ishlatgan chaqirgan ekanda. Obat, bir kelib qolsan kanikilda agratemra o'darib tasha. O'ldirasizmi deyman. Endi hech emas, yarim kasagina sho'rva ichib olay, dada. Birinchi agrata o'darib tasha, keyin ovqatingni yeysan. Ko'zlarim bitib ketdi. Obat, Instagramda videolari qanday sutga qo'ysa bo'ladi. Bir kasa sho'rva bersangiz aytaman. Kallani qotirma. Telegramda chaqqon robot degan bot bor. Shunda kirasiz Instagramdan, Facebookdan, TikTokdan istalgan videoni, rasmni silkaslab, shunda tashlasangiz tez va sifatli formatingizga sketchat qilib beradi. Hech qanday kanalga obuna bo'lish shart emas. Undan tashqari Telegramdagi qarindoshlar, sinfdoshlar gruppasiga kirib, chaqqon pastda chiziqcha robot deb yozib, любой ismni yozsa har xil qiziqarli ovozlar, mimlar tashib beradi. Mazza qilib prikollashib o'tirasiz. Chaqqon robot botni yo'qotib qo'ymasligi uchun men pastdagi havolaga shunda o'tib, azob olib mazza qilib foydalanish kerak. Nomer adini shu hozir dada. Dada, yarim kasagina sho'rva iching. Ichasan shu sho'rvangni. Uchastkada biror g'o'zapay qolib ketgan. Avval shuni olib kel, keyin ichasan. Men bu yerga damog'animiz kirada ishlagan ketmanda. Dunyoni ish tugaydi. Bu qishloqda ish tugamas ekanda. Ha, talabalar mazza qilib dam olamiz deb sizlar ham tusharan xomsanasizlarmi? Yangi yillaring bilan aldanganlar.